Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, bugun biz 6-darsimizga ham yetib keldik. 6-darsimiz bizda to be emizar hamda introducing yourself, ya'ni o'zimizni tanishtirishni ham shu bilan birgalikda bugungi darsimizda o'rganar ekanmiz. Xo'sh, the verb to be 3 ta verbdan tashkil topgan ekan. Bulardan birinchisi bizda am, is hamda are hisoblanar ekan. Is one of the important verbs in English. It is used to describe identity, feeling, nationality, locations, and so on. Demek, to be ingliz tilidagi eng asosiy demak yordamchi fe'llardan biri bo'lib, u shaxsni, demak hissiyotlarni, millatni yoki turli xil lokatsiyalar, ya'ni joylarni demak tasvirlash uchun ishlatilar ekan shu kabi narsalarni va bizda bu to be am is are hisoblanar ekan. Demak, ko'rib chiqdik, bizda ingliz tilida eng asosiy verblar bizda to be hisoblanar ekan. Endi forms of to be, ya'ni bizda 3 ta form bor, 3 ta tur bor ko'rib chiqdik. Changes depending on the subject. Demak, to be verbimiz subjectga, ya'ni gapning egasiga tayangan holda almashar ekan. Eganing qanday bo'lishiga qarab biz yoki am yoki is yoki are shu yordamchi verblarimizdan birini qo'yar ekanmiz. Demak, keling bu qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Demak, bundan oldin aytib o'tganimizdek, to be da 3 ta form bor ekan. Bular am, is va are hisoblanishadi. Keling ularni qaysi subject turlari bilan ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Demak, subject, bu esa bizda to be hisoblanar ekan. Birinchi subject I. O'tgan darsda subject pronounlarni o'tganimizda I degan demak pronoun bizda birinchi edi. Buning tarjimasi bo'lsa men hisoblanardi. Menga am shaklida ishlatilar ekan. For example, I'm a student, I'm a teacher, I'm a lawyer, men yuristman. Shu shaklida I am bilan kelar ekan. Esingizda bo'lsa, keyingi tur bizda he, she, it subject pronounlar bor edi. He, she, it bilan esa bizda demak to be ni is shakli kelar ekan. For example, he is a doctor, she is a beautiful girl, it is useful method for learning English degan examplelar bilan keltirishimiz mumkin. Keyingi bizda subjectlarimiz you, we va they subjectlariga, demak you ni ko'pligiga ham, birligiga ham, we ga ham, they ga ham are to be ni ishlatar ekanmiz. For example, you are smart students. We are going to the park right now. They are preparing for the exam. Shu kabi demak examplelar bilan keltirishimiz mumkin. Keling yana bir marta ko'rib chiqamiz. Demak, I am bilan he, she, it bizda is bilan kelar ekan. You, we, they esa bizda are bilan kelar ekan. Xo'p, demak bu bizda bular qo'shilganda bizda plus, ya'ni positive form bo'ladi. Bu bizda darak gapni, affirmative sentence ni tashkil etar ekan. Keyingisi endi keling negativini ko'rib chiqamiz. To make negative sentence, add not after to be. Demak, add bizda bu qo'shmoq, not ni to be dan keyin qo'shing, gapning inkor formasini yasamoqchi bo'lsangiz. For example, bu yerda example biz berdik sizga. Subject bizda aytib o'tganimizda o'sha gapning egasi va to be bu yerda I am not shaklida kelar ekan. I am not a student. He, she, itga is va not shaklida kelar ekan. For example, he is not getting ready for his exam. She is not sitting right now. It is not working properly. Shu kabi demak examplelar bilan keltirishimiz mumkin. Demak, he, she, it is not shaklida. You, we, they aytib o'tganimizdek, ular bilan you, we, they bilan bizda are kelar edi. Are-dan keyin not qo'shilar ekan. You're not a smart guy. We're not talking on phone right now kabi misollar bilan keltirishimiz mumkin. Endi ularning qisqartirib yozilgan turlarini ham keling ko'rib chiqamiz. Birinchisi, I va am birgalikda kelganda not formda bizda
I am not emas, I am not shaklida yozar ekanmiz. Keyingisi he, she, it is not shaklida isn't deb qo'llasak bo'lar ekan. Demak, bu bizda qisqartirilgan form bo'lar ekan. And the third and last one bizda are not, aren't shaklida kelar ekan. Значит, bizda I am not, I'm not, is not, isn't, are not, aren't shaklida qisqarib kelar ekan. Buni o'zingizga demak note qilib daftarlaringizga yozib oling. Demak, bizda keyingi type question was to be. Question demak gaplarni tuzmoqchi bo'lganimizda yoki savollar bermoqchi bo'lganimizda qanday foydalanamiz? Bizda aytib o'tganimizdek first subject and then after this to be kelar edi. Oldin ko'rib chiqqanimizda, ammo questionlarga kelganimizda to be oldinga chiqadi, subject esa ikkinchiga o'tadi. Buni keling ko'rib chiqamiz. Am I student? Am I smart? Men o'quvchimanmi? Men aqllimanmi? Is ni ko'rib chiqamiz. Is he, she, it bilan kelardi. Is he absent today? Bugun u darsga kelmaganmi? Is she beautiful? U chiroylimi? Are ni ko'rib chiqamiz. Are you, we, they bilan keladi. Aytib o'tganimdek. Are you coming to lesson today? Siz bugun darsga kelyapsizmi? Are we going to the park right now? Biz hozir demak o'yingohga, parkka ketyapmizmi? Shu shaklda bizda questionlar tuzilar ekan. Ko'rib chiqqanimizdek, is, arening qaysi demak subject pronounlar bilan kelishini ko'rdik. Hamda biz demak negativ gaplarni yozishni siz bilan o'rgandik. Question gaplarni ham yozishni siz bilan o'rgandik. Endi keling introducing yourself, ya'ni o'zimizni tanishtirishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak sizlarga aytib o'tganimdek, hozir self introductionni, structure'ni siz bilan o'rganib chiqamiz. Bu esa sizga uyga vazifa bo'ladi. Mana shunday strukturada o'zingizni tanishtirib, izohlarda yozib qoldirasiz. Xo'p, demak boshlaymiz. Your name. Demak, ismingiz yozishimiz uchun I va am dan demak foydalanamiz. I am Rustam, let's say. Xo'p, your age demak your name bizda sizning ismingiz bo'ldi. I am Rustam, your age. Xuddi buni ham xuddi shu structureda yozamiz. I am numberlarni siz bilan o'tgan edik, esingizda bo'lsa keling yozamiz. I am 17 years old. Okay. And then your nationality. Demak, sizning millatingiz qanaqa? Demak, keling bunga ham example yozib ko'ramiz. I am Uzbek. Xo'p, keyingi questionimiz. What's your profession or student status? I am a teacher. Demak, men o'qituvchiman. Shaklida yozar ekanmiz. I am a teacher. And the last one is your hobbies. Demak, my hobbies are, demak siz bilan aytib o'tganimizdek ko'plikdagi subjectlarga biz are bilan yozar ekanmiz. My hobbies are reading books, demak kitoblar o'qish bu bizda, and teaching my students. As we said here before, he's a teacher, and that's why we're gonna write teaching my students. My students. Demak, mana biz shu strukturadan foydalanib yozib oldik. I'm Rustam, I'm 17 years old, I'm Uzbek and I'm a teacher. My hobbies are reading book and teaching my students. Siz ham xuddi shu strukturadan foydalangan holda, demak aytib o'tganimdek, o'z introductioningizni tuzing, yarating, ya'ni o'zingiz haqida ma'lumotlar va izohlarda yozib qoldiring. Siz bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayr.